Assalomu alaykum aziz qirolichalar. O'zini sevgan, o'zini hurmat qilgan, o'zini baxtiga befarq bo'lmagan, kelajagi uchun befarq bo'lmagan aziz jononalar jamoasi. Yaxshimisizlar? Kayfiyatlaringiz zo'rmi? Kecha sizlar bilan efirda seminarda ko'rishimiz kerak edi. Ming bor uzr, bu haqida sizlarga aytib o'tgan edim. Farzandim pnevmoniya bo'lib qolgani uchun biz hozir shifoxonada bo'lganimiz sababli kecha menda umuman imkoniyat bo'lmadi efirga chiqishga. Shuning uchun shu sababdan bir narsani eslatib o'tmoqchi edim. Bu haqida gaplashgan edik, lekin yana bir bor eslatib o'taman. Kasallik o'zi Alloh tomonidan bizga berilgan bir imkoniyat, bir sinov, bir imtihon ekan. Ya'ni doimo ish bilan bo'rma, ozgina to'xta, meni esla. Yana farzandini kasalligi orqali juftlarni, turmush o'rtoqlarini bir-biriga yanada yaqinlashtirish, ularni dildan suhbatlashga yana ham bir imkoniyatki, ko'proq birga bo'lishligiga, yaqinroq bo'lishligiga bir imkoniyat yaratib berar ekan Xudoyim. Undan tashqari kasallikni deb ko'p urishurmanglar. Ba'zi bir shunaqa oilalar, shunaqa bir juftliklar borki, kasallik tufayli yana bir janjal qilishadi. Nimaga kasal qilding bolani, nimaga qaramading, yoki siz doimo ko'chadasiz, bizani o'ylamaysiz, faqat ishingizni deb ko'chada yursangiz bo'ldi, bola e'tibor ko'rmagandan ham kasal bo'lyapti deymiz. Har birida balki bir jon bordir, lekin shuni aytib o'tmoqchi edimki, ko'p urushmasdan, nima deydi, bu ham bir bizga Allohim doimo bir sinovlar berib turadi. Bu haqida o'ylashimiz, buni fikrlashimiz, ozgina tafakkur qilishimiz uchun bir imkoniyatdir aslida. Men shu yoqqa kelib 2 kun bo'libdi, mana o'tgan kun kelgan bo'lsak, ikkita bir misol aytmoqchiman. Har xil odamlarni ko'rar ekansizda bu yerda. Bir bujon qiz nevaralari bilan yotuvdilar. Uni otasi kelib, yo'q, nima ukol qilishadi, meni bolamga yotmaydi kasalxonada, olib ketamanman deb, endi kuyovlar ekan ular, qizlar kelib ketdilar, ishlayotganlar qizlari, bujon qarayotganlar, qiz nevaralariga qarab olib yotarkanlar больницada. O'shanga shunaqa boshqacha bo'lib ketdimki, ya'ni yo'q, kerak emas, doktorlari ham kerak emas, biz ukollarsiz katta bo'lganmiz. Meni bolalarim ham unaqa, bolam ham, ya'ni bitta qiz ekan o'zi. Bunaqalar bilan katta bo'lmaydi degan fikr bildirsa, yonimdagi sherigim bilan g'alati bo'lib qoldik. Ya'ni qarang, qanchalik darajada o'sha yerda iloji bo'lsa qaynonam bilan urushib ketyapti. Keyin ular bujon aytdilarki, mayli, esimda yo'q, kuyovlarni palonchijon, xullas hozir bu yerda talashib o'tiradigan joy emas, mayli, olib ketmoqchi bo'lsangiz, ana doktor bilan gaplashing, ketamiz, keyin yo'g'ini batafsil gaplashamiz deb shu bilan ketishdi. Yana protseduralarga yurar ekanman, koridorda yana bitta oilani ko'rdim. Qaynana, kelin va kuyov. Qaynana, o'g'il va kelin deylik, bir oila. Qaynana jahl qilib turibdi. Endi shunaqa yuzlaridan bilinib turibdi. Doktorga qarab, qishi bilan kasal qilmadik. Endi chaqaloq ekanda, bola. Qishi bilan kasal bo'lmasdan nimaga kasal bo'ladi hozir? Deb endi kelinga shunaqa qaryaptilarki, endi aniq tushundim, shu kelin aybdor deb qaryaptilar. Nima kasal bo'ladi? Qarang, hozir yotish kerakmi endi bu? Deb shunaqa deb turgan ekan, o'tib ketayotganimda. Har xil odamlarni ko'rasiz. Ana shunaqa paytda bu kasallik nimaga berildi aslida? Sababi nima? Balki bu xotinni yana ham birlashtirish uchun bir sababdir. Yana ham ozgina farzandini ustida o'tirib, duo qilib, Allohni eslab, bir chiroyli yana jipslashish uchun bir imkoniyatdir. Bir vaqtga to'xta, ishlaringni sal chetga surib tur, oilangni bir o'yla, munosabatlaringni bir isloh qilib chiqqin degan bir signal bo'lishi mumkin. Shuning uchun keling kasallikni tagida nima yotganini ham biz ozgina bir o'ylab ko'raylik azizlarim. Xudo xolisa sizlar bilan albatta seminarlarimizni o'tkazamiz, efirlarimizni qilamiz.
Endi xudoyim shunaqa sinovlar ekan, imtihonlar ekan, ulardan chiroyli yorug' yuz bilan o'tib olishlikni hammamizga nasib qilsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, sizlarni yaxshi ko'raman. Charchamanglar.